yugurib yurgan, kurashib yurgan onlaringizni o'zi sizga hozir yoqyapti-da. O'shani o'zi sizga yoqyapti, lekin yoqqanini ham tushunmayapsiz, yoqmayotganini ham tushunmayapsiz-da. Qachonki bizga mana shunaqa og'riqlar ko'p beriladi, qachonki sizga shu narsa yoqayotganida, shu narsani foydasi bo'layotganida, o'shandan hozir ayrilib qolsam, o'sha og'rig'imdan, o'sha vaziyatimdan, bu og'riqlar birinchi marta bo'layotgan bo'lmaydi. Mana shu og'riqdan ayrilib qolsam, men keyin qanaqa yashayman degan sizda aniq bir yo'l yo'q-da. Sevgini bilasiz, sevgida yashash bu xursandchilik, kulish, faqat shuni bilishingiz mumkin. Lekin uni chuqur cheksizligini bilmaganingiz uchun, aniq bir yo'l bo'lmagani uchun bu og'riqni qo'yib yuborgingiz kelmaydi. Ushab turasizda bu og'riq. O'zingiz bilmaysiz, ba'zan bilasiz, ba'zan o'zingizga aytasiz, nega qo'yib yubormayapman? Nega kerak emas bo'lyapti-da, lekin men hali ham ushab turibman-da. Nega bunaqa bo'lyapti deb o'zingizdan nafratlanasiz, o'zingizni ayblaysiz. Nega men yana qayerda nimani xato qilyapman deb o'ylaysizda. Aslida hammasi joyida to'g'ri ketayotgan bo'ladi. Faqat o'sha og'rig'ingizdagi vaziyatni aniq boshqa narsada ko'ra olsangiz, undan uzila olasiz.